Mashrab bilan. Lekin ustoz ham ancha o'ynadi, ichida o'ynar ekanda. Shunday. Ustoz, lekin bitta tomoni baribir pensionerlarda yana bitta plyus tomoni aytaman, ya'ni nafaqaxo'rlar desak ham bo'ladimi? Yo, unda bo'lmaydi. Ha, mayli. Xullas, Pensioner chiroyli. pensioner chiroyli. Bitta qo'yil qolgan tomoni mashrab tan olish kerak. Hozir ustozimiz bemalol mana shu yoshda bo'lsalar ham bemalol o'qib, Yerga ssenarini o'qib, ssenarini o'qib, ko'zingiz charchamagan, qulog'ingiz yaxshi, ko'z tegmasin. Bu insonlarda, o'sha yoshi katta ulug' insonlarda plyus tomoni aytamiz. Bular telefon o'ynashmaganda, shuning uchun ko'zlari o'tkir. Bo'lmaganda O'zlaridan eshitaylik ustoz. bo'lmagan o'ynardik bo'lmasa. Ha. Sizlar bundaqa telefon o'ynaganda bular. Ustoz, mana sababini aytib bering. Sababini aytib bo'lmaydi buni. To'g'ri? Buni sababi yo'q. Sababi tarbiya. Ana, Ana. ta'lim Mana hozir o'g'lingga, qizingga telefon o'ynama desangiz, vayron qiladi uyingni. Har bir o'ynaydi. qovog'i uyilib, soat kechasi Ovqat ham yemay qo'yadi. ko'rpan oltiga kirib, bunday soat 2gacha telefon o'ynaydi. Hurmatli yoshlar, telefon ishlatish yaxshi. Hozir ijtimoiy tarmoq ancha rivojlanib ketdi. Hamma joyda, butun dunyo bo'yicha shunchaki hamma narsani o'z vaqti bor, hamma narsani o'z o'rni bor. Me'yori Ishlatishda bor. me'yor bor. Endi undan keyin albatta uxlash kerak. San'atkorlarga bu gap necha marta aytsak ham bo'lmaydi-yu, chunki xizmat safarda bo'ladi, u yoqda bo'lib qoladi. Hammamiz ham shu. Mikrofon. tan olish kerak, tan olish. To'yga borganini ne chiroyli qo'yadi. Xizmat safarida. Xizmat safarida. Sekin yopib ketamiz-da, usta shular qilib. Baribir o'sha yoshi ulug' onaxonlarimiz, o'sha ayni o'sha 70-80 ga kirsa ham o'sha kattalarimiz aynan mashrab mana shunday o'qib beryapti. O'zi bizni 45-50 yoshda o'zi boshladim. Apka achkimmi deb odamlari yoshlar o'sha ustozimiz to'g'ri aytdilar, telefondan o'sha kerakli narsalardan foydalanish kerak. Bundan keyin sekin qo'yib qo'yish kerak. To'g'ri. Masalan, o'sha telefonda ayb bo'ladigan bo'lsa, men haligacha ham telefon tutmayman-da, shunaqa katta telefonlarni. Alo desa bo'ldi degan telefon tutaman hozirgacha ham. Oddiygina iPhone. Hali bir professor og'aynimiz bor. Ko'z doktor. Shuni oldiga borganda ayolim ko'zimni ko'rsatdi bordi-da, mana og'aynim ko'rib qo'yadi. Buning oldida 6 ta doktor ham bor yana, yordamchilar, professor oldida. Uni ko'zini ko'rib, tekshirib qo'yatdi. Aytdim, Murtad dedim, meni ham ko'zimni tekshirib qo'yinglar dedim. 70 dan oshib ketdim dedim. Sen doktorga aytdiki, ko'ringlar, tekshiringlar dedi. O'tkazib qo'yib, haligi Mamatni bekitib qo'yib, o'naryoqda turganini o'qityapti. Katta harfdan boshlab o'qib keldim. KSBlardimi? Ya, ularni pastga tushib ketaverdim. Oxirgi yozganini o'qiy olmay qoldim. Yo'q. Hammani ko'zdan yaxshi ekan, o'tiring mana yoqqa. Sizni ko'zingiz. Mana masalan, ko'zga taqmayman. Ana mashrab hozir mana shuni qani o'qiychi mashrab mana. Siz ko'zingiz o'tkir ekan. Qani mashrab? Qayerda o'qish? Ana ko'rdingmi? Qayerdasiz demadi-da yaxshi. Ya, buni o'qish uchun oldin maktab o'qish kerak, uka. Ya, maktabda o'qiganman. Mayli nima bo'lganda ham hazil-huzul qilyapmiz. Endi